Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizlarni xayrli qilsin. Mana yangi o'yinchoqlar keldi. Bu bolani dunyoqarashini kengaytiradi va aqlini charxlaydigan o'yinlar, rangli o'yinlar. Xo'p, bu korobkasi 36 yosh, 36 dan 36 oydan kattalarga. Xo'p, ichida shular bo'ladi. Mana probirkaga rangini ajratadi. Mana kartochkalari bo'ladi. Oldi orqali. Misol uchun mana shu kartochkani tanlasa, shu kartochkadagi ranglarni shu o'yinchoqning nimasi bilan solib boriladi. Bola shuni kartadagini terish kerak. Mana shuni probirlarga hammasini teradi. Keyin klip musika chiqadi. Mana buni to'ldirgandan keyin yarimi past, baland har xil bo'ladi. Musiqasi akustika alohida chiqadi jaranglab. Keyin bu idishlarga ham qoshiqchada olish mumkin. Rangini ajratib, mana sariq shariklarni solib, qizilga qizilni bolajonlarga shuni ajratib nima qilib beriladi. Shunda o'rganadi. Bir ko'rinish va ikki xil ko'rinishi. Endi mana bu kartochkada orqa tarafi bor. Bunda mana bir ayro, mana ayroni topamiz. 1 ayro 3. Endi tengini ham topamiz. Teng ham bor buning ichida. Mana teng qo'yib beramiz bolajonga. Qiziqarli qilib rangga mos qo'yib turib, bu idishchalardan qo'yib bersangiz, qo'yib terib, mana shunday qilib yig'sa, mana bitta sharcha soldik, ayrimiz, 3 ta yashildan, mana 3 ta yashildan ayrimiz. Teng nechta qoldi? Endi siz ham nimadan topadi? Kartochkadan mana 2. Mana 2 deb turib, 2 ta fioletovyni topib, mana 2 ta fioletoviy. Mana idishimiz to'g'ri kelmadi, ranglangan. Mana 2 ta fioletoviy qoldi deb bolani qiziqarli qilib o'rgatsangiz bo'ladi. O'zi fioletoviy bu yerda minus ekan. Shuni olib bunday qilib qo'yib, mana to'g'ri bo'ladi. Mana shunda to'g'ri bo'ladi. Shunaqa qilib bolajonga sanoqni, qo'shuv ayrovni o'rgatish mumkin. Bu tomondan ham, u tomondan ham va orqasidagi qo'yib, mana ranglarni ajratib, probirkaga bu bilan teradi. Tergandan keyin bundan ovoz chiqadi. Mana shunaqa qilib bola o'ynashi mumkin. Demak, bu o'yinchog'imiz nabor korobkada bo'ladi. 120 ming. Zakaz qilsanglar telefon raqami murojaat qilishingiz mumkin. 91 137 63 41. Bog'chalarga bo'lsa dastavka qilib beramiz. Agar Toshkent ichidagi bularga bo'lsa, faqat o'quv yili mavsumida, kanikullarda dastavka bo'ladi. Ya'ni Yandex dastavkadan chiqarib yuboramiz. Demak, ko'rib olinglar, naborda shular bor. Mana o'zini ko'rsatib turibdi. 2 ta tayoqcha, bitta qoshiqcha, bitta pinset deymizmi? Shunaqa. Demak, 5 xil rang, 5 ta probka, 5 ta shunaqangi idishchalar. Telefon qilinglar, buyurtmalar qabul qilamiz. Alloh kuningizlarni xayrli qilsin.